angro holatida haligi bochkalarda mazdakelarni nish farini tubalarga solib ishlab chiqarish o'shadan boshlaganmiz xullas. Endi farmatsevtika sohasi o'zi umuman baribiriga spetsifik soha, chunki bu odam sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan soha. Eksportga chiqish bo'yicha umuman muammo yo'q. Davlat tomonidan shunaqa eksportga qulayliklar qilib tashlagan, hattoki mana u ham tegishli farmonlar bilan o'z tasdig'ini topgan. Bu mashina ham baribir be'tiborligimiz ham o'zimizdan deyman-da, mana shu birlashmasligimiz. Pirog bizaniki-da, pirogni olib ketib qo'yapti-da. Ulardan qolgan pirogni keyin biz ham bitta talashib tortishib olayotgandek bo'lyapmiz-da. Bularda mana misol uchun o'sha ixroda yotganingizda original dorilar chiqarishgan. Allapimin degan dorini chiqarishgan. Mana kecha bir futbolchi Husanov Abduqodir keldi, mashinalar podarka qilishdi, boshqa qilishdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun navbatdagi Farm Time ko'rsatuvimizni boshladik va bugungi mehmonimiz Abdullayev Muzaffar aka, farmatsevtika sohasidan. Assalomu alaykum Muzaffar aka. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Muzaffar aka, ozgina o'zingiz haqingizda bir tanishtirib o'tsangiz, bu sohaga qanaqa kelib qolgansiz va necha yildan beri faoliyat ko'rsatasiz? Hop, bu sohaga shu 95-yil Toshkent farmatsevtika institutini tamomlab shu sohaga kirib kelganman. Endi o'sha paytda siz yaxshi bilasiz, 90-yillarda endi mustaqillik bo'lgan O'zbekistonda. Biz oldin sohaga kirayotganimizda butun dorixonalar hammasi tipovoy davlat dorixonalari bo'lganda. Biz o'shani orzu qilganmiz. Shu holatlarda tarix kimik analitik bo'lardi. Bitta dorixonada har bitta rayonda dorixonalarida provizor texnolog bo'lardi, boshqa. O'shalar keyin ularni juda ham haligi bir obro'li bo'lgani uchun biz endi yoshlikda bular juda ham obro'li kasb ekan deb havas qilib bu sohani tanlaganmiz, lekin taqdiri taqozosi bilan biz o'sha bitirayotgan paytimizda 93-yilda umuman O'zbekistonda o'sha dori defitsiti bo'ldi. O'sha paytdagi rahbarlar keyin bu sohani xususiy sektorga o'tkazamizmi yoki yo'qmi degan o'ylovlar bo'ldi. Ana o'shandan keyin bu sohani xususiyga o'tkazib olishdi. Bitirganimizda bu soha xususiy edi. Shu 95-yil farmatsevtika institutini tugatganimdan keyin shu dorixonalarda ishladik, ya'ni dorixonalar ochdik. Shu 95-yil o'sha institutni bitirganimdan keyin dorixona ochdik, ishlab ko'rdik. Dorixona meni qoniqtirmadi. Qoniqtirmagandan keyin men shu 99-2000-yillarda Fiors Pharmaceuticals degan O'zbek, Rossiya, Britaniya qo'shma korxonasi bor edi. U nish farm bilan mazli ham chiqarishardi. O'sha qiziq bo'lib men o'sha yerga borganman. Asosiy ish faoliyatimni o'sha yerdan boshlaganman. Yog'iga Institutdan keyingi birinchi asosiy ish faoliyat ana o'sha yerda haligi import kontraktlarni o'rganganman. Invest nimaligini o'tda o'chib haligi navbatga turishlarni qanaqa bo'lishini, tamojniyda 3 kunlab navbat turardik bitta kontrakt o'tkazish uchun. U distributor kompaniyasi bo'lganmi yoki ishlab chiqaruvchi kompaniya bo'lganmi? Fiors Pharmaceuticals, Xudo rahmat qilsin, Abdumalik aka degan ustoz bo'lganlar. Agar bilsangiz, Nishonov Norimboy aka bo'lardilar. Oldin Nishonov hali o'zida birinchi sekretar bo'lardi, ukalar. Ular shu aptechniy upravleniyada o'rin bosar edilar. Ham bu Fiors Pharmaceuticals kompaniyasini tashkilotchilaridan biri. Abdumalik aka, ana o'shalarni birinchi qo'liga borganmiz. Endi men borganda Norimboy aka yo'q edilar. Abdumalik aka bilan ishlaganmiz. U kompaniya demak birinchi 3 taga bo'lingan edi. Uni dachernisi bor edi, представительствоsi bor edi, qo'shma korxona. Men qo'shma korxonasiga tijorat ishlari rahbari bo'lib borganman. Bu yerda biz o'sha angro holatida haligi bochkalarda mazdakelarni nish farini o'sha tubalarga solib ishlab chiqarish o'shadan boshlaganmiz xullas. Muzaffar aka, mana xos shaxsan o'zingizni 30 yillik tajribangiz bor bu sohada va o'zi umuman bir 30-40 yillik holatni ko'rsak,
bu farmatsevtika sohasi bir nechta davrlarga bo'lindi. O'sha aytganingizdek, oldin bir paytlar faqatgina davlat qo'lida bo'lgan, bu hammasi ishlab chiqarish, ham sotish va hokazo, va u xususiylashtirildi. Ma'lum bir vaqt bu juda ham bir rivojlanib bordi. Undan keyin mana konvertatsiya masalalari bir davr bo'ldi, u ham undan keyin mana ishlab chiqarishlarga e'tiborlar va hokazo. Shundan kelib chiqqan holda so'ramoqchi bo'lgan narsam bu so'nggi deylik 5 yil, 10 yil oladigan bo'lsak, muhtaram yangi prezidentimizning yangi qarorlari, berayotgan imtiyozlar va hokazo holatlardan kelib chiqqan holda mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizga bilamiz bir qator imtiyozlar, bir qator yangi qonunlar ishlab chiqarish, milliy ishlab chiqaruvchilarni rivojlantirish maqsadida juda ham ko'p qonunlar ishlab chiqarildi va bu holatni bizga shu ijobiy va salbiy taraflarini aytib bersangiz, qanaqa holatda turibdi hozirgi kunda? O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin sohaga e'tibor sekin-sekin kuchaydi. Juda ham ko'p qarorlar, farmonlar bu sohani qo'llab-quvvatlash uchun, rivojlantirish uchun davlat ham biladi bu soha demak bizga begona emasligini. Bu sohani rivojlantirish, ya'ni O'zbekiston uchun ixtisoslashgan soha hisoblanadi. Mana xuddi o'sha ipakchilik deymizmi yoki tekstil deymizmi, bular O'zbekiston uchun ixtisoslashgan soha. Lekin ba'zi bir sohalarni ming qiling, ularni urinmay, ular O'zbekiston uchun ixtisoslashmagan bo'ladi. Ularni baribir o'sha boshqa konkurentlari Xitoy yoki boshqa davlatlar bosib qo'yishi mumkin. Lekin mana shu o'rinda farmatsevtika qancha? Demak, farmatsevtika qanchalik O'zbekistonda rivojlanishi mumkin? Ana o'shani bilgan holat davlatimiz tomonidan ancha ko'p farmonlar, tegishli qarorlar chiqarildi. Rivojlantirish maqsadida mana yaqinda ham e'tibor bersangiz 55-son qaror chiqdi. Mana bunda ham ancha imtiyozlar berildi. Undan tashqari ishlab chiqaruvchilarga mana agar deylik o'sha uskunalar olib kiradimi yoki tozaxonalar olib kiradimi, ularning hammasi po'stlinadan, ya'ni bojxona haqidan ozod qilingan. Umuman aytganda juda ham ko'p. Lekin buni hozir savolingizga ahamiyat berdim. Buni aksi tomonlari ham bo'lganmi o'zi? Aksi tomoni ham ko'p bo'ldi. Juda ham ko'p bo'ldi. Birdaniga shu 18-yil adashmasam, davlat hukumat tomonidan qaror chiqdiki, imbak dori vositalariga demak imtiyozlar olib tashladi va o'sha NDS qo'llaniladi 20%. Bizning shu partnyorlarning ham hafsalasi pir bo'ldi. Ular aytdiki, men tayyor jo'natsam dedi, tayyor dorim 0% dedi. Senga ishlab chiqarishingni rivojlantiraman deb uni senga ish o'rgatib, uni olib keltirsam 20%. Bu sal to'g'ri kelmaydi. Biz undan ko'ra tayyor olib kelamiz. Shuncha chiqarib qo'ygan dorilarimiz-chi desak, ular unga e'tibor ham qilmadi. Shu imbalga qo'yilgan mana shunaqa talablardan keyin, mana shunaqa bojlardan keyin, NDSlardan keyin bu faoliyat to'xtatildi. Faoliyat to'xtadi. Mana bu birinchi biz uchun nima deydi, udar bo'ldi. Undan keyin bilasiz, mana ishlab chiqaruvchilar uchun yana katta bir anaqa bo'lgan xavf bo'lgan joyi bu substansiyalarni registratsiya, ya'ni ularni ham ro'yxatdan o'tkazish. Substansiyalarni ro'yxatdan o'tkazish boshlandi. Bu bizning faoliyatni yana 2 yil, 3 yil kamida orqaga surdi. Men ham bu yerda o'ylaymanki, o'sha xalqaro tajribaga qarash kerak edi. Boshqa davlatlar qanaqa? To'g'ri bor. Substansiyani boshqa davlatlarda ro'yxatdan o'tkazish ham bor. Lekin u juda ham bir muhim protsess emas. Mana hozir olib tashladi shu narsani. Coviddan oldin ma'lum bir dorilarni, import dorilarini bir 300-400 xilini chegara narxida chegara belgilab qo'yildi. Keyin mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ham bir 150 xilga yaqin dorilarga chegara qo'yildi. Endi farmatsevtika sohasi o'zi umuman baribiriga spetsifik soha, chunki bu odam sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan soha. Menimcha bu yerdagi qarorlarda juda ham diqqatli bo'lish kerak deb o'ylayman va
haligi baribiriga poyladagi yurgan odam bilan ko'proq muloqot qilish kerak regulatorniy organ ham, chunki ular endi bir davlat naqasidan tarafidan ko'rishadi. Baribir ular masalan o'zligicha ishlab chiqarish bilan shug'ullanmaydi, sotuv bilan va hokazo detallarini bilishmaydi. Mana shu muloqotni, o'rtadagi muloqotni ko'proq kuchaytirishsa, menimcha mana shunaqa muammolar yechimi osonroq bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri. Albatta shu sohani vakillariga quloq solish bu birinchi navbatda kerak. Va ularni fikrini inobatga olish, o'shanga asoslanib bir qaror tayyorlasa, oldin o'sha qaror loyihalarini tarqatish. Endi to'g'ri bu narsalar qilinadi, lekin endi bu nima deydi, shu narsa bor ekan, shu narsalar o'tdi. Bu bizani ishlab chiqarishni O'zbekistonda ozgina orqaga surdi. Buni bizani shu sohada ishlab chiqarib yurgan farmatsevtika korxonalari juda ham yaxshi biladi. Hozir mana aytdingiz, o'zini ishlab chiqarishi yo'q, kelib O'zbekistonga kirib, millionlab bitta pozitsiyadan, bitta mahsulotdan $1,000,000 oyiga savdogacha chiqib, keyinchalik mana o'zini ham zavodlarini qurgan va hokazo. Mana chetdan kelib bizani bozorni shunaqa tarzda egallab, foydalanib ishlashyapti va oxir oqibat mana uni holatlarini ham ko'rdik, qanchadan qancha zarar ko'rdik. Masalan, fojia bo'ldi desa ham bo'ladi bu narsalarni. Juda katta fojia bo'ldi. Bu juda katta fojia bo'ldi. Bir muammo ham deb bo'lmaydi, bu fojia bo'ldi. Va mana hozir aytayapmizki, mana shunaqa qonunchilikdagi ba'zi muammolarga sabab ishlab chiqaruvchilarimiz, nafaqat ishlab chiqaruvchi, shu sohadagilar ma'lum, chunki mana aptekalar bilan ham muammolar bo'lgan edi, shu fiksirованный narxlar bo'yicha. Shu narsalarga ham baribir soha vakillari bo'lib turib, bizning ham kamchiligimiz bormi deb o'ylayman. Nimaga bizda baribir mana uyushmalar, birlashmalar yo'qligi, biza bir yoqadan bosh chiqarmasligimiz hamikin deb ham o'ylab qolaman-da. Chunki mana hozirgi kunda olib qaraydigan bo'lsak, mana bir ikkita yo uchta o'zi masalan assotsiatsiya bor. Ikkita assotsiatsiya bor adashmasam, mana bittasi bizaniki Farm klub bo'lsa, ikkinchisi yana chet el представительстволarining assotsiatsiyasi bor. Mana shular ham baribir be'tiborligimiz ham o'zimizdan deyman-da, mana shu birlashmasligimiz, mana shu bir-birimizdan tajriba almashmasligimiz, shuni evaziga keyin mana har xil tajribali odamlar kirib bizdan ilg'orlab ketib qoladi. Baribir gal pirog bizanikida, pirogni olib ketib qolyapti-da. Ulardan qolgan pirogni keyin biz ham bitta talashib tortishib olayotgandek bo'lyapmiz-da. Bunga qanaqa sizni fikringiz? To'g'ri. Bu hozir bitta kompaniya misolida aytdim-ku, bunaqalar O'zbekiston uchun orientir qilgan kompaniyalar juda ko'p. Shu boshida O'zbekistonni bozorini poligon sifatida ishlatishdi desak ham bo'ladi. Ayniqsa Hindiston. Mana shu kompaniyalar mana oxiri nima bo'ldi? Hozir aybdorlar boshqa joyda yuribdi. Bizning qora ko'zlar bundan ancha aziyat chekdi. Juda ham ular hozir ehtiyotkor bo'lib qoldi. Bu ehtiyotkorligini natijasida yana soha oqsoqlashni boshladi. Chunki bir hujjatga qo'l qo'yishdan oldin 1000 marta o'ylab qo'yishyapti. Bu yana vaqt jihatdan cho'zilyapti. Endi bunda ham o'sha xalqaro tajribaga qarash kerak deb o'ylayman. Bevosita shu savolingizga keladigan bo'lsak, Oybek, to'g'ri aytyapsiz, juda ham katta foydalanishdi bizani bozordan. O'sha hamjihatli yo'lligi, o'sha ruschasiga farmatsevtikada solidarность yo'lligi, hozirgi kunda ham bu narsa yaqqol ko'rinmaydi. Hozir ham yo'q. Shunaqa. Men o'ylayman, nimaga endi buni qanaqa qilib paydo qilish mumkin degan agar savol bersangiz, men o'ylayman, buni o'sha bizning regulyator organlar bor-ku, o'shalar jamlash kerak. Qolaversa o'sha uyushmalar jamlash kerak. Lekin bunda har kim o'zicha o'zini haligi nima deydi, qo'polroq bo'lsa ham aqlli tutish kerak emas, birlashish kerak. Ana birlashganda ko'p narsani hal qilsa bo'ladi. Ya'ni o'sha davlat organlariga ham o'sha birlashmalar nomidan murojaat qilish boshqacha bo'ladi.
Manda shunaqa holat bo'lgan. Вообще farmatsevtika sohasiga qiziqish qattan uyg'onganki, xabaringiz bor, rahmatli adamlar bu sohada boshidan oxirigacha butun umrlari shu faoliyat ko'rsatib kelganlar farmatsevtika sohasida va o'sha u davrdagi o'sha davlat aptekalari 18 yil zaveduющий apteka bo'lganlar, keyin viloyat dori darmonlarda va hokazo faoliyat ko'rsatganlarda e'tibor berardim. Endi u paytdagi holat, tartiblar, kultura umuman boshqacha edi. Keyin haqiqatdan men zaveduющий apteka endi bir hurmatga sazovor, chunki hali hammani ishi tushadigan, kerak bo'lsa o'sha. Hozir boshida aytib o'tganimdek, o'zimiz ham havas qilganmiz. Murod akam rahmatli juda yaxshi tanirdik, juda ajoyib insondilar. Ana shunaqa odamlarga havas qilganmiz. Shunaqa, menda ham mana shunaqa qilib shakllangandi bu narsa. Demoqchimanki, men buni soha deb taniganman-da, biznes deb tanimaganman-da. Yashang, mana boshida aytgan gapimni aytyapsiz hozir. Shunaqa qilib shakllangan, keyin mana keldim, o'qidim shu sohada, mana farmatsevtika institutini bitirdim. Faoliyat ko'rsatdik, ishladik. Mana hozir assotsiatsiyani ochganimizga 2017-yil bo'lsa, bilasiz, haqiqatdan bunaqa uyushma assotsiatsiyalarni yurg'izish juda ham mana ortiqcha vaqt, energiya, chunki bu yerda hech qanaqa monetizatsiya yo'q, bu yerda hech qanaqa bir daromad topadigan holat yo'q. Nima ko'pchilik so'raydi, nima zaril sanga debdi. Haqiqatdan o'zi zarilligi yo'q o'zi aslida, lekin sohaga bir qanaqadir patriotizm bor baribirga deb o'ylayman. Shu genetически o'tganmi, shu adalarimiz boshqa, bular baribir boshqa tarzda ishlashgan. Mana shu narsa demoqchimanki, soha emas, biznes bo'lib ketdi. Farmatsevtika sohasi emas, farmatsevtika biznes bo'lib ketib qoldi. O'zimiz ham kerak bo'lsa ko'p terminlarda o'sha biznes deb ham ishlatib yuryapmiz. Mana shu ham bitta baribir upusheniyalarimizdan, xatolarimizdan bittasi deb o'ylayman-da. Bu chunki biznesga aylanib ketib qoldi, tijorat bo'lib qoldi. Faqatgina ol, sot, chiqar, shu bilan kifoyalanib qoldi-da. To'g'ri aytasiz. Fidoyilik kerak. Fidoyilik. Sizga o'xshagan xolis fidoyi insonlar ko'paysin, chunki bu sohada kerak. Bu sohani o'sha hukumat oldida ham bilasiz, endi o'tdagi odamlar hammasi farmatsevtika sohasini tushunavermaydi. Aynan bizani ichidan tushunadigan odamlar o'sha hukumatga tushuntirish kerak. Hukumat hozir bu sohadagi insonlarni ularning ko'ziga yomon ko'rinib qoldi. Shunaqa. Shu oxirgi yillarda juda ham yomon ko'rinib qoldi. Lekin aslida bu sohani eski agar davrga hozir mana Murod akam esladingiz, o'sha davrlarga qaraydigan bo'lsak, juda ham hurmatli odamlar bo'lgan. Hozir biz obro'yimizni to'kib qo'ydik. Ana o'shaning uchun ham men o'ylaymanki, fidoyilik kerak. Bu Farm klub ham men juda ham yaxshi bilaman. O'zimizni korxonani uchuvchilik sifatida o'sha paytda taklif qilgansiz. Uchuvchi bo'lib kirganmiz-ku. Bu daromad yo'ligini yaxshi bilaman. Yoki bu orqali bir ma'lum bir manfaat yo'ligini bilaman. Lekin soha uchun manfaat katta. Shunaqa. Shuning uchun men o'ylayman, fidoyilik kerak, shunaqa fidoyilik ko'paysin. Shunaqa. Mana hozir umumiy holat bo'yicha gaplashdik. Qonunchilik o'zgarish va hokazo. Shu bugungi kundagi holatdan kelib chiqqan holda bizning milliy ishlab chiqaruvchilarimiz qanchalik shunaqa katta gigant Xitoy yoki Hindiston kabi davlatlar bilan raqobatdoshlik holati qanaqa baholaysiz? Chunki bilamiz, mana siryo'larni ham butun dunyoga ta'minlaydigan bu Xitoy bilan Hindiston. Bular demoqchimanki, bu jarayonni ilk etapidan boshlab oxirgi etapigacha chiqaradigan liderlardi. Shuni hisobiga biza qanchalik bunaqa davlatlar bilan raqobatdoshmiz va bilamiz 37 million aholi bo'lgan taqdirda ham barbiriga bu umumiy olib qaraganda kichkina hisoblanadi bozor. Barbiriga eksportga chiqishimiz kerak. Ishlab chiqaruvchilar eksportga chiqmasa, hozirgi kundagi оборудованиялар mощности bu bilan 3 kun ishlasa, menimcha 6 oylik savdoga yetadigan mahsulotlarni chiqarib qo'yadi-da. Va eksportga chiqish uchun davlat tarafdan qanaqa yordam berilyaptimi, imtiyozlar bormi yoki bir qiyinchiliklar bormi? Mana shu ikkita savol bitta bo'lib ketdi. Tushundim. Birinchisi demak raqobat. Raqobat bu hozir siz savolingizda ichki raqobatmi yoki tashqaridanmi?
Masalan, endi ichki duramiz nimaga? O'sha Hindistondagi bo'lsin, Xitoydagi bo'lsin, ishlab chiqaruvchi ham baribir bu yoqqa kirganda bizni qanchalik raqobatdosh bo'la olamiz ular bilan. Umuman mana shu endi o'zimiz umuman bozor tashqarida bilan. biz raqobatbardosh emasmiz, u aniq. Chunki hali sohamiz yetarli rivojlanmadi. Ichkarida endi to'g'ri bizani ishlab chiqaruvchilar albatta davlatni poddershkasi, albatta davlatni qo'llab-quvvatlashi bilan bu soha rivojlanadi. Chunki davlat o'zini ichkaridagi ishlab chiqaruvchilarini qo'llab-quvvatlamasa qiyin masalada bu raqobatbardosh. Raqobatda davlatda subsidiyalar emas. Raqobatda mana boya aytib o'tdim, davlat tomonidan ancha tegishli farmonlar ya'ni chiqarildi. Bulardan bittasi garantiyniy zakup, kafolatli sotib olish. To'g'ri. Ya'ni davlat o'sha 300 millionga yaqin dorilarni, o'sha qarorda men adashmasam shu 300 million edi, o'sha klinikalarga, umuman tibbiyot birlashmalariga ehtiyojlari uchun sotib olish. Ana bu birinchi navbatda o'sha boshqa chet eldan importda o'rnini bosuvchi dorilarni, generik dori vositalarini O'zbekistonda ta'minlangan, ya'ni sotib olinishi. Endi Qozog'istonda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Qozog'istonda, Turkiyada, mana misol uchun ko'p davlatlarda bu yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'zi bundan ham ichkariga kirsak, bu yerda aytolman-ku, yana aylanib borib regulyatorga boramiz hozir. Chunki qaysi korxona qaysi doridan qancha chiqarib berishi kerak. Umuman O'zbekiston boyaga aytganingizdek bozori uchun u hajm qanchalik yopiladi yoki uni eksport qilish kerakmi? Qolgan. Karantinni zakup kerak deysiz. Albatta. Karantinni zakup kerak. Tushunarli. Bu raqobat bo'yicha. Endi ikkinchisi eksportga chiqish bo'yicha umuman muammo yo'q. Davlat tomonidan shunaqa eksportga qulaylik qilib tashlagan, hattoki mana bu ham tegishli farmonlar bilan o'z tasdig'ini topgan. Bu agar hozir boshqa davlatda siz o'zingizni ishlab chiqargan doringizni ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, davlat boshida bir 75% ni, hozir adashmasam 50% ni davlat fondlari uni yopib beradi. Bu ham eksport xarajatlari. Yo'q, ro'yxatdan o'tkazish. Mana boshqa davlatda, ba'zi bir davlatlarda, mana o'zimizda 10 mingdan oshiq ketadi. Ya'ni shartli birlik deyapman dollarda. Agar GMP inspeksiyasi tekshiriladigan bo'lsa, bitta dori taxminan 20 dan 25 ming atrofiga tushadi. Rossiyada juda ham qimmat. Yoki boshqa bir davlatlarda ham juda ham qimmat. Ana o'shani davlat aytayotdiki, men sizlarga to'lab beraman yarmidan ko'pini. Boringlar. Ya'ni eksport qilinglar. Registratsiya qilinglar bozorga kirish uchun biza shu xarajatlarni qoplab beramiz deyishyapti. Albatta hammasini emas, o'sha ma'lum bir miqdorini 50%, boshida 75% agar adashmasam biza qoplab beramiz. Shu davlat fondlari qoplab. Bunga обязательство bormi? Masalan, biza qoplab bergandan keyin sizlar mana buncha eksport qilishinglar kerak degan. Yo'q, oldin o'sha yerdan ro'yxatdan o'tkazish. Endi bu yerda bitta narsa borda, tadbirkor o'zidan o'zi borib ro'yxatdan o'tkazib kelishga ish qo'z emas. O'sha yerda demak bozorini qidiradi. Harakatini qiladi baribir. Bu ham tadbirkor ham o'sha ro'yxatdan o'tkazish uchun osonlik bilan o'tkazmaydi u davlatdan. Chunki bilasiz, bitta dorini ro'yxatdan o'tkazish ma'lum bir chig'iriqlardan o'tadi. Mana endi bu bitta etapi, ro'yxatdan o'tib bozorga kirish etapi, lekin bozor tanlash uchun ham masalan ko'pgina выставkalarda qatnashish kerak. Bilamizda выставkalar arzon emas. Bu 1 kvadratini o'zi kamida 3-4 ming dollar turadi. Yaxshi sifatli выставkalarda, международный. Endi borganga 15 kvadrat olasiz, u ham 30-40 ming dollar, kamida 4-5 kishi va hokazo, bu ham 40-50 ming dollar pul ketib qoladi. Men bilaman shu mana Turkiya, ko'p davlatlar, Xitoylar bu holatda mana shu xarajatlarni qoplashga ham yordam berishadi. Bizda bormi bunaqa tajriba? Bor. Bizda bu tajriba bor. Men hozir aniq tartibini aytolmayman, lekin o'sha ko'rgazmalarda qatnashsa davlat ularni o'sha poddershka qiladi. Men ko'rdim, O'zbekiston общий stend olyapti, O'zbekiston stendi qilib, uni ichida bir nechta ishlab chiqaruvchilarni qo'yishyapti-da. Menimcha o'sha formatda hozirgi kunda ketyapti-da bizada. Endi bilasizmi, bu yerda shunaqa narsa borki, birinchisi ishlab chiqaruvchining o'zida qiziqish bo'lishi kerak edi.
endi qiziqish bo'ldi ham deylik juda ham sifatli mahsulot ishlab chiqardi ham deylik. Lekin uni qaysi bozor hozir bizdan oldi? O'zbekistonni bozoriga, ya'ni O'zbekistonni ishlab chiqaruvchisiga kim ishonyapti? Tojikiston misol uchun, Afg'oniston, yon davlatlar. Qo'shni davlatlar. Bu sohada ham menimcha hozir shunga ham kelamiz suhbatimiz davomida. Original dorilar kerakda. Har doim ham generik dorilar bilan bu narsani qilib bo'lmaydi. To'g'ri, mana boya aytib o'tdingiz, boshqa uddaburon tadbirkorlar boshqa davlatdan O'zbekistonda shu ishni qildi. Oddiy generik dorilardan qildi. Shunaqa. Lekin vaholanki mana siz farmatsevtika institutini tugatgansiz, dorida bilasiz bioekvivalentnost bor. Biodostupnost bor. Ya'ni ikkita generik dori turini bir-biridan samaradorligini aniqlanadi. Mana misol uchun o'sha boya aytib o'tganimdek Sinipardan biz ishlab chiqargan Uniparni bioekvivalentnosti yuqori edi. Buni laboratoriya sharoitida aniqlanadi. So'rilishi qonga o'sha biosamaradorligi. Mana men o'ylaymanki, o'sha oddiy generik dori bo'ladigan bo'lsa ham, uni o'sha biosamaradorligini oshirib ishlab chiqarib, boshqa bozorga taklif qilib. Endi boshqa bozorga taklif qilding. Ming zo'r doring bo'lsa ham, bozor uni hazm qilishi bor-da. U bozor zo'r dori ekan deb olib ketavermaydi. O'sha bozorda endi marketing kerak. Mana bizanikilar marketingga ancha kechroq o'rgandi-yu, lekin o'rganishyapti. Bunda bir men o'zimga har doim Turkiya davlatini, agar MDH davlatlaridan qarasak, shu Ozarbayjonni juda ham bunda ustaligini bilaman-da. Bular marketingga juda ham usta. Ayniqsa o'sha dori promotsiyasida, dorini o'sha reklamasida, umuman dorini tanitishda, uni qanaqa samaradorligini aniqlashda, vrachlar bilan ishlashda bular lider hisoblanadi. Ana o'shalardan o'rgangan holatda biz ham boshqa bozorlarga taklif qilsak bo'ladi. Mana dorimiz bor. Dorimiz sifatli. Uning ichida originali bo'lsa, undan ham zo'r. Endi originalga hozir bir suhbatimizda kelamiz. Bu original dori vositalarini ishlab chiqarishda ham muammolar bor. Demak, agar shunaqa dorilar bo'ladigan bo'lsa, marketingni unga bog'lasangiz, bemalol eksportga chiqsa bo'ladi. Bu yerda o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilganligiga ham ahamiyat berilmaydi. Ya'ni O'zbekistonni nomini, ya'ni O'zbekistonni farmatsevtika ishlab chiqarishini obro'sini ham oshira olamiz shu orqali. Demak, aytmoqchisizki, bugungi kundagi O'zbekistondagi ko'p ishlab chiqaruvchilarimiz marketingga e'tibor bermaydi va shuni evaziga o'sish yo'q. O'sish deganda, masalan, o'sha qanaqadir brend shakliga mahsulotini olib kelib turib, keyin uni chiqish ham oson bo'ladi-da endi. Shunaqa narsalar yo'q bo'lsa demoqchisizda. To'g'ri qisman. Mana bizda agar e'tibor bersangiz, asosiy bozordagi ishlab chiqaruvchilar eng yiriklari. Mana deylik, o'sha Jo'rabeydan boshlansa agar, bu yerda o'sha Radix bor, Nikofarm bor, Remedy Group bor, va hokazo. Nobel bor, mana Turkiyaning kompaniyasi. Sirdaryoda mana haligi Timurmet farmida, hozir menimcha anaqa Yuri farm bo'ldi. Yo'q, Rekamet. Umuman bu ishlab chiqaruvchilar bizning O'zbekistonda yirik ishlab chiqaruvchilar hisoblanadi. Ularni agar e'tibor bersangiz, qarang. Mana o'sha Remedy Group, Nikofarmda bular ko'proq ishlab chiqarishini marketing bilan bog'lab ishlayapti. Lekin Radix, o'sha Dentafil, Ziyo Nur bu ishlab chiqaruvchilar asosan ishlab chiqarayotgan dorilari reklamaga muhtoj emas. Ya'ni oddiy generik dorilar, ular reklamasiz ish olib ketadi. Men o'ylayman, bular ham baribir marketingga o'tish kerak, chunki bu zamonning talabi marketing bilan ish ko'rish. Mana hozir gap ochildi, masalan, generiklar bo'yicha haqiqatan bizda ishlab chiqaruvchilarning hammasini bir
mahsulotlarini yonma-yon qo'ysangiz, hammasi bir-biriga o'xshaydigan, 80% bir-biriga o'xshaydigan generiklar, yangilik yo'q umuman. Hattoki o'sha generiklarni ham og'ir turdagi texnologiyada ishlab chiqariladigan anaqalar ham yo'q-da, original bu yoqda tursin. Masalan, generiklarni ham demoqchimanki, u juda bir dostupniylari, osonlari mana shunaqa ketganda. Lekin haqiqatan bitta ham men bilmayman, balki bordir, original preparat chiqargan, yaratgan bir korxonani O'zbekistonda bilmayman. Bormi bizda shunaqa? Bor. Bu yerda mana o'sha juda ham hali ruschasiga balnoy tema deydi-yu. Mana qarangda, bizda ilmiy tadqiqot institutlari bor. Bilasiz, O'simliklar kimyo instituti, Yunusov nomli. IXRBda. O'zbekiston kimyo farmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti, Sultonov nomli. Sharq tabobati degan ilmiy institut bor. Bular hammasi hozir o'sha agentство, farm agentligiga o'tkazilgan. Mana bular aynan ilmiy ishlar bilan shug'ullanadi. Bularda mana misol uchun o'sha IXRBda yotganingizda original dorilar chiqarishgan. Mana misol uchun Allapinin degan dorini chiqarishgan bular. Original dori chiqarishgan. Uni Rossiya bozorlarida ham juda ham katta natijalarga erishgan. Bu qachon chiqqan? Bu taxminan shu 90-yillarda. Oxirgi 15 yilda bormi, 20 yilda bormi o'zida bunaqa? Endi qarangda, mana bu ham boyaga aytganimdek og'riqli savol. Men o'zim o'sha institutdan keyin ozgina o'sha o'zimni izlanuvchi sifatida O'zbekiston kimyo farmatsevtika tadqiqot, ilmiy tadqiqot institutida o'sha Umarxon aka Azizov qo'llarida izlanuvchi bo'lib, ya'ni nomzodlik dissertatsiyasini yoqlayman deb borganman. O'sha yerda men ko'rganman-da protsessni izlanuvchi sifatida qanaqa. Birinchisi juda ham ahvoli og'ir edi u institut. Men o'zimcha hazillashib bolalarga aytardim, bu yerda bir urush kinolarini olaman degan odamlarga tayyor sahna bor ekan bu yerda. O'sha paytdagi. Chunki o'sha paytdagi laboratoriya uskunalari, o'sha paytdagi partalar men o'ylayman, IXRBda ham bunaqa juda ham anaqa emas edi. Nima demoqchimanki, birinchi navbatda davlat unga e'tibor berish kerak. Davlat ularni ta'minlash kerak. U yerda yosh olimlarni yetkazish kerak. Mana qarangda, sizga mana kecha bir futbolchi Husanov Abduqodir keldi, mashinalar podarka qilishdi, boshqa qilishdi, hamma ko'rdi. Umuman hozir oxirgi paytda unaqa sportchilarimizga, boshqalarga juda e'tibor kuchli. Nimaga bizani yosh olimlarga shunaqa e'tibor yo'q? Qani bitta olimni shunaqa tadqiqot qilibdi, mana shunaqa ishlanma ishlabdi, mana bunaqa dori yaratishdi. Bu o'zi oson protsess emas. Men chunki qatnashganman. Men bu protsessning ichida yurganman. Bir 8 yil deganda bitta fitopasid degan dorida izlanuvchi bo'lib kirib ishlab chiqarilgan o'sha. Ya'ni uni ma'lum bir etaplari bor. Uni har bittasi birinchi hayvonlarda ispitaniya qilinadi, keyin ma'lum bir odamlarda boshqa endi u ishlab chiqarilgandan keyingi holat aytayapman. Endi shuni yosh olimlarda hozir qiziqish qolmayapti. Boyaga aytganimdek, hamma aptekaga sotuvchi bo'lib kirib ketaversa institut bitirib. Bularni agar qo'llab-quvvatlasa, bu yerda bizani mana shunaqa uyushmani ham, tadbirkorlarning ham katta xatosi bor-da. Eng katta xatolardan bittasi o'sha tadbirkorlar, ishlab chiqaruvchilar. Birontasi endi Radix to'g'ri o'sha Alapinini olgan, lekin qolgan ko'p ishlab chiqaruvchilar ular bilan hamkorlik qilmaydi. Ya'ni o'sha ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlik qilsa, o'tdagi ishlanmalarni men senga buni sponsoriman. Men senga qancha bu izlanishing uchun pul ajratadigan menman desa, uni ishlab chiqarish uchun u arzimagan pul, lekin ilmiy tadqiqot qilayotgan odamlar uchun u katta pul hisoblanadi. Ana bu yerda original dorilar ishlab chiqariladi keyin. O'zbekistonga mos, O'zbekistonga xos, O'zbekistonning o'zini brendi, o'zini patenti
asosida ishlab chiqariladi dorilar. Ana ularni bilan keyin boshqa bozorlarga kirish mumkin-da. Ana o'shaning uchun men xohlaymanki, shu yosh olimlarni qanaqadir rag'bat masalasi, uni ko'rsatib qo'yishda mana bu shunaqa ishlanma izlanishlari natijasida shunaqa qilgan edi. Uni o'sha mahallasi bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha rayoni bo'ladimi, qishlog'i bo'ladimi ko'rib qo'ysin, u uyiga haligi Husanov haydab borgan mashinaga o'xshagan mashina haydab borsa, ular ham qiziqadi ertaga. Mana ham shu deydi, o'zimiz ham boshida aytib o'tdim-ku, o'sha oldingi sohadagilarga qiziqqanmiz. Xuddi shunaqa qiziqadi, ishlanmalarni ishlab chiqarishga. Mana shu yana bitta narsani aytib o'taman. Agar vaqtimiz bo'ladigan bo'lsa, men o'sha distributorlik jarayonida bitta Ispaniyani Catalyst degan kompaniyasi bilan ishladimda. Shunda shu kompaniyani rahbari O'zbekistonga taklif qildi. Keling O'zbekistonga aytsam, u O'zbekistonni boshqacha tushunar ekanda. O'sha paytda endi hali yonimizda Afg'onistonda notinchlik edi, boshqa edi, qo'rqar ekanman. Yoshim katta bo'lib qoldi, bir bahona qildi. Bu dedi, oxiri men aytdim, O'zbekistonga kelmasangiz bo'lmaydi, bu yerda bir osh yeb ketmasangiz bo'lmaydi deb amallab ko'ndirdim. Keldi shu prezidenti Catalyst'si, Santa Marta janoblari. Xullas, kelgandan keyin o'zi umuman qoyil qoldi. Chunki umuman uni tasavvurida boshqacha bo'lgan. O'zi bilan o'sha olib kelgan kataloglarida boshqalarida bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Qarasam, biz O'zbekistonda shu asosiy uni sotadigan dorilarini avtori o'zbekistonlik. O'zbekistonlik olimlar o'sha o'zimizni bilasiz, qizilmiyani ildizidan olgan ekstraktini aktivlashtirishini hisobiga u yoqda o'shandan dori ishlashgan. Bizdan sotib olishgan. Sotib olishgan. Lekin O'zbekistonda hozir uni o'sha dorisiga, endi hozir dorisini aytsam reklama bo'lib qoladi. O'sha doridan O'zbekistonda katta hajm ketadi. Chunki haqiqatan u dori ishlaydi, u dori sifatli, o'sha dorini asoschisi o'zbekistonlik. O'ylab topgan biza, yaratgan biza, Italiya bizdan sotib oldi uni. Ispaniya bizdan sotib oldi uni, ishlab chiqaryapti-da, millionlab bizaga sotyapti. Butun mamlakatga sotyapti. Faqat bizaga emas. Ya'ni eng qiziq biz o'zimizga ham sotyapti bu narsani. Ular uni aytishi bo'yicha u dorilarga o'sha katta jahon kompaniyalari, farmatsevtik kompaniyalari ishqiboz bo'lib bizaga ham bergin degan ekan, ya'ni patentini bergin degan ekan. Uni gap bo'yicha o'sha Novartis chiqqan ekan, Sandoz chiqqan ekan, o'sha kompaniyalar GlaxoSmithKline chiqqan ekan. Hamma big farmalar qiziqqan ekan. Chiqqanda qiziqqan. Ya'ni uni asoschisi O'zbekiston. Ro'zi Bakiyevich. Ana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deb shuni aytsa kerakdir-da. To'ppa-to'g'ri. Mana o'sha boyagi savolingizga javob shu yerdaki, ya'ni bizani o'sha olimlarni razrabotkalarini, ilmiy ishlanmalarini kim ularni poddershka qiladi? Kim ularni shu ishlanmalarini ishlab chiqarishga olib chiqadi? Ya'ni eng qizig'i menimcha arzimagan pulga sotilgan bo'lsa kerak. Juda ham. Agar hozir ham mana shular bilan ishlatsam, mana o'sha IXRVda bor. Ancha oldingi aniqalar pokoleniyali avlod o'tib ketdi. Mana ko'ryapsan, o'zim ham hattoki dedim boshqa ishlar bilan shug'ullanib yuribman. Shunda menga bir qo'ng'iroq bo'ldi. Olsam, bir yoshlari menimcha ancha katta odam, ovozlaridan bilinib turibdi. Muzaffarxon siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Men dedilar, surat akangiz bo'laman dedilar. Telefonda. Labiy ishdaman desam, siz bilan uchrashish imkoniyati bormi? Bemalol. Men qayerga boray desam, yo'q, o'zim boraman dedi. Yo'q dedim, men boraman. Qayerga borish kerak desam, agar kela olasangiz, o'sha Xalq xo'jaligi institutini oziq-ovqat sanoatimi, o'sha kafedrasi bor. Ana shu yerga kelsangiz xursand bo'laman. Xo'p dedim, domla boraman dedim. Borsam, yoshlari 90 dan oshgan. Juda ham tetik odam. Shunaqa bir gastrolda savlat to'kib o'tiribdilar. Menga aytdilar, sizni ko'rganimdan juda ham xursandman, Muzaffarxon. Men shogirdim bor edi, Umarxon degan. U o'tib qoldi. Umarxon ekan o'zi 80 dan oshgan. Shu shogirdimga bitta dori vositasini ishlab chiqarish uchun
xomashyo taklif qilganman. Mani o'zimni 35 yil umrim shu xomashyoga ketgan, ishlab chiqarish uchun. Tarixni aytib berdilar-da, qanaqa nima bo'lgan. Ular demak O'zbekistonda bir paytlar shu Rashidov paytida oziq-ovqatda ko'p krasitellar ko'payib ketgani uchun uni tabiiy olishni mo'ljallashgan. Tabiiy olish uchun unga o'sha o'simliklarni qidirishgan. Xullas, surat aka 35 yil davomida o'sha o'simlikni topgan, uni izlangan va uni dorivor xususiyatini aniqlab qolganda Umarxon akaga bergan. Umarxon aka uni menga bergan. Shunga aytdilarki, agar ustozingizni ruhi shod bo'lsin desangiz, shuni oxiriga yetkazing dedilar. Men oxiriga yetkazdim. Ma'lum bir sabablar bilan hozirgi yangi GMP shartlari bilan uni hali chiqara olmay turibmiz-ku, lekin men o'sha odamni ruhlarini shod qilish uchun o'sha Surat akani gaplari bilan shu dorini oxiriga yetkazdim. 4 yil yana vaqt ketdi. U paytgacha u odam ham o'tib qoldilar. Afsuslanaman o'sha odamdan hozirga o'xshab intervyu olib qolmaganimga. Chunki juda ko'p narsani aytib beruvdilar-da. O'sha dori original dori hisoblanadi. O'shani birinchi probni ishlab chiqarganimizda Surat akani o'ziga ham olib bordik, yana bir 10 tami 20 ta donasini tarqatib yubordikda. Hammasini o'tkazib bo'lgandan keyin bir telefon bo'tdi menga. Telefon bo'lib, bir rus ayol, "Men deydi, saraton bilan kasallanganman. Mana shunaqa dorini deydi, o'sha bir odam beruvdi menga deydi. Men deydi, shuni ichganimdan keyin o'zimni shunaqa yaxshi his qilyapman deydi. Shunaqa yaxshi bo'lib qoldim deydi. Boshida ishonmadim, bir oydan keyin yana qayta ichib ko'rsam, yana yaxshi his qilyapman deydi. Haligi. Umuman o'zi saratonni dorisi emas, lekin suratiga aytuvdilar, bu saratonda ham foyda beradi dedilar. Ya'ni aytmoqchimanki, qisqacha qilib, shunaqa ishlanmalar bor edi. Hozir bu oxiriga yetdi. Ishlab chiqaryapsizlar uni. Yo'q, biz ishlab chiqarishga tayyor qilganimizda o'sha GXP standartlari joriy qilib qolindi. Bizani ishlab chiqarish unga javob bermadi. Hozir endi Xudo xolasa yangi territoriyada ishlarni davom ettirmoqchimiz. Gazgina vaqt ketadi. Covid davri ishlab chiqaruvchilar uchun qanaqa ta'sir qildi? Qanaqa bir holatlar bo'ldi ishlab chiqarishda? Endi o'sha paytda o'zingiz ham yaxshi bilasiz, juda butun xalq emas, butun mamlakatni, butun yer yuzini dovdiratib qo'ydi, esankiratib qo'ydi Covid. Har bitta farmatsevtika korxonalari o'sha paytda o'ziga menimcha vazifalar belgilab oldi. Juda bu sinov bo'ldi. Katta dars bo'ldi. Katta dars bo'ldi. Davlat ham esingizda bo'lsa, ro'yxatsiz ham olib kirishga ruxsat beryapti. Razova o'zlariga ham ruxsat berishdi. O'zbekiston ishlab chiqaruvchilariga jumladan. Bu Covid paytida nimalarga e'tibor berish kerak, omborxonada qancha zapas saqlash kerak, boshqa. Umuman aytganda bu har bitta jarayon ishlab chiqaruvchilar uchun bunaqa jarayonlar dars. Bundan bizani ishlab chiqaruvchilar o'ziga kerakli xulosalarni chiqarib olishgan. Keyingi 5 yil ichidagi biotexnologiya sohasida qanday yutuqlar farmatsevtika tubdan o'zgartirish mumkin? Umuman boya aytib o'tganimdek, soha unikal sohada. Bizani O'zbekiston uchun ixtisoslashgan soha. Juda ham keng, ko'p imkoniyatlari bor sohada. O'shaning uchun ham men o'ylayman, bu sohani istiqbolli soha deb bilaman, kelajagi bordi. Keyingi 5 yil, keyingi 10 yilda bu soha aniq rivojlanadi. Sabab birinchidan o'sha davlat tomonimizdan har bitta viloyatda farm zonalar tashkil qilindi. Bundan o'zingiz ham xabaringiz bor. To'g'ri, endi hammasi ham kerakli natijalarni bermadi, lekin mana hozir o'zingiz xabaringiz bor, Toshkent farm park klasterini tashkil qilingan. O'tga jalb qilinayotgan investorlar. Bular o'z-o'zidan qurmaydi u investorlar. Ya'ni chet el investorlar to'g'risida gapiryapman. Bular oldin O'zbekistonni keyingi istiqbollarini ko'rib turib ish ko'radi.
O'zbekistonda keyin bozori bormi yo'qmi yoki o'sha O'zbekistonda qanchalik bu soha rivojlanadi shunga qarab turib ish ko'rishyapti. Men o'ylayman bu soha juda ham rivojlanadi O'zbekistonda. Chunki buni ildizi bo'lgan, boya aytib o'tganimdek, buni kelajagi bor. Mana hozir ko'pgina ilmiy tadqiqot qiladigan institutlarimiz bor. O'zingiz aytdingiz, hozir mana umuman farmaagentство, farmatsevtika sohasini rivojlantirish agentligi tashkillashtirildi va ko'pgina bu institutlarni farmaagentlikka qaratishdi. Bundan keyin qanaqadir o'zgarishlar bo'ldimi u yoqlarda? Farmaagentlik bunga qanaqadir byudjetlar hali aytganingizdek hammasi bir pechalniy ahvolda turibdi deyapsiz. Mamlakat masalan qiziqtirish uchun motivatsiyalar va hokazolar olimlarga, izlanuvchilarga hech qanaqa e'tibor juda pastligini ko'ramiz. Hozir mana shu agentlikdan keyin bir qanaqadir o'zgarish bo'ldimi? O'zi umuman agentlikda hozir o'sha rahbarlari o'zgargani uchun bu ma'lum bir jarayonda, ya'ni hozir yangi rahbari agentlikni bu bo'yicha ish olib boryapti. Hali sezilarli darajada emas, lekin ishlar olib borilyapti. Bu sohaga o'sha farmaagentlik tomonidan ma'lum bir miqdorda moliya ajratilyapti. Buni natijasi sal keyinroq ko'rinadi. Tushunarli. Muzaffar aka, hozir ko'p do'stlarimiz bilan gaplashganimizda apteka yo'nalishi bo'lsin, distributsiya yo'nalishi bo'lsin, har bitta yo'nalishda kadr yetishmovchiligi, sifatli kadr yetishmovchiligi, umuman kadr yetishmovchiligi bor. Menimcha hozirgi kunda ishlab chiqarishda ham bu muammo bo'lsa kerak. Shu muammo bo'yicha bir fikringizni bildirsangiz. Shu yuqorida aytdim-ku, kadr muammosi bu borib yana shu o'qishga taqaladi birinchisi. Farmatsevtika sohasidagi o'sha o'qishlardan ancha kadrlar chiqyapti. Lekin aynan agar mana ishlab chiqarish uchun siz ishlab chiqarishda o'sha kuchli provizor texnolog, umuman texnolog kasbi, ximik analitiklar o'sha laboratoriyasini boshqarishga yoki bo'lmasa o'sha sex umuman boshqaruvchilari, bular muammo. Bularni topish muammo. Ularni topsangiz ham bilimi kuchlisini topish muammo. Sifatligini topish muammo. Sifatlisini topish muammo. Misol uchun hozirgi bitta texnolog oddiy agar ishlab chiqarish demak zavodiga qarab, uni hajmiga qarab turib, misol uchun agar kuchli ishlab chiqaruvchi bo'lsa, texnolog 10 minggacha, 10 ming dollargacha endi shartli birlikda aytayapman, oylik olishi mumkin. Bitta texnolog bir oylik oyligi. Endi to'g'ri kichkina ishlab chiqarishlarda balkim bu ko'rsatkich $1000 lekin $1000 o'zi ham katta hisoblanadi. Lekin men bilishimcha mana $1000 bo'lgani bilan u $1000 beradiganlar yana 5 ta joyda $1000 dan oladi-da, ular parallelda ishlaydi. Ular kansiz haqiqatdan ular совместитель bo'lib boshqa ishlab chiqarishda ham ishlashadi. Endi hali o'zini obro'sini bilganlar boshqa joyda ishlatgisi kelmaydi, bir-birining siri bo'ladi, sirini boshqaga yetkazib kelmaydi. Texnologda ko'p unaqa sir. O'shaning uchun kichkina ishlab chiqaruvchilarda lekin $1000 dan kam emas. Katta mana ertaga O'zbekistonni aytib o'tganimizdek istiqbol, ya'ni kelajakda farmatsevtika sohasini rivoj kutib turibdi. Bularning har bittasiga o'sha investor o'zini davlatidan texnologga hammasiga olib kelmaydi. O'zbekistonni kadrlaridan foydalanadi. Ana o'shanda shu o'rinda bitta o'sha yoshlarga ham juda ham maslahatim bo'lardi. Hamma bu oddiy apteka ochib biznes qilaman emas. O'shalar kuchli texnolog bo'lishligi yoki kuchli bir olim bo'lishligi, buni orqasidan hozirgi xususiy sektor yaxshi pul to'layotganligini bilishlarini xohlardim. Bular kerak, ertaga juda ham zarur. Bu muammo bor. Men o'zimizda ham, men o'zimdan kelib chiqsam ham, men bitta texnologga muhtoj bo'lib, texnologni topgunimcha ancha chig'iridan o'tganman. Hozir bizda biznesmenlarning ham shunaqa nima deydi, bir xarakter shakllanganki, qisqa muddatli
tez qaytadigan investitsiyalarga pul tikishni yaxshi ko'ramizda. Yoshlar ham hozir menimcha chiqyapti baribiriga. Mana har bir institut bilamiz, sanoat formatsiya bor, ishlab chiqarish bo'yicha. U sanoat formatsiyadan chiqqan odam aslida производствоda ishlash kerak. U kadrlar baribir oyiga qanchadir hozir endi sonlari esimda yo'q. Chiqyapti-ku u kadrlar. Mana shu kadrlar qayerga ketyapti hozir? Men ham endi aniq savolingizga javob bera olmasligim mumkin, lekin haqiqatdan men ham bilaman, juda ham ko'p kadrlar chiqyapti. O'zimni taxminim bo'yicha juda ham ruschasiga slabiyali, bo'sh kadrlar. Ya'ni o'sha yoki bo'sh yoki kuchli bo'lsa ham o'sha texnologiyani o'zlashtirmagan kadrlar. Ya'ni ular sifatsiz, ilmsiz chiqib, oxiriga menimcha shu oson yo'l bilan apteka ochib qo'yib, shunaqa o'sha boyga yetganingizdek tez natijani xohlashadi. Lekin bitta agar korxona, siz mana chet ellarda ko'p bo'lgansiz, agar e'tibor bersangiz, chet elda ishlab chiqaruvchilarni o'sha texnologlari juda ham o'sha kompaniya uchun muhim hisoblanadi. Yuragi bo'lganda ham qanaqaki uni ketib qolishidan qo'rqadi ham. Shunaqa. Chunki ko'p sirlari bo'ladi ular. O'zi bilan olib ketib qoladi hammasini. Men xohlardim o'zimizda ham shunaqa texnologlar yetishishini, xuddi shunga o'xshagan kadrlar bo'lishligini. Ana endi buni yechimi qayerda? O'sha kadrlar bo'yicha. Men o'ylaymanki, buni yechimi yana qaytamiz kuchli bilimda. Ya'ni o'sha kuchli bilim olgan student albatta uni ertaga kuchli ishxona kutadi. Chunki u agar e'tibor bersangiz, agar shunaqa kadr olsa, uni juda ham o'sha korxona uchun muhim hisoblanadi. Muzaffar aka, hozir mana aytyapmiz, kadr masalasi qiyin bo'lyapti va hokazo. Lekin hozir siz eshityapman, o'rtacha yaxshi texnolog $10,000 oylik oladigan bo'lsa, bu kichkina pul emas-da. 10,000 gacha edi. Endi masalan, baribir men uni eshitdim. 10,000 ham to'laydigan hozir bir nechta zavodlarni ham bilaman, kerak bo'lsa, yoki o'rtacha o'sha 2-3 mingdan to'laydigan zavodlar ham polniy shtatga olmagan. O'sha bitta texnolog kamida yo 4 ta joyda yo 5 ta joyda chislitsa qiladi, u prinsipi shu pulni topadi. Endi baribiriga summa kichkina emas, oylik yaxshi oylik. Mana shuni talabalar bilyaptimikan? Talabalar shu kelajakda yaxshi o'qisa, sifatli kadr bo'lib yetib chiqsa, bularni mana shunaqa bir kelajak kutyapti. Bu vaqtinchalik emas, chunki bilyapmiz, ishlab chiqarish faqat rivojlanib boryapti. Yildan yilga o'sib boryapti. Demak, bunga talab yana ham o'sadi. Balki o'sha 5 yildan keyin ular chiqquncha bu 10 ming ham $20,000 bo'lib ketishi mumkin. Demoqchiman, ishlab chiqaruvchilarimiz qanaqadir proyektlar qilishyaptimi? Mana shu Farim institutlarga borib, ular bilan mana shu umuman ishlab chiqarishdagi holatlarni tushuntirib, shu talablarni, kerakli bo'lgan kadrlarni, rыночный стоимостьlarni, kadrlarni, shunaqa bir qanaqadir programmalar bormi ishlab chiqaruvchilarning orasida? Ya'ni hozir ishlab chiqaruvchi unga ish berishdan oldin yoki siz aytganingizdek ishlab chiqaruvchi bevosita o'sha oliygohga borib turib, o'sha kadr masalasida savol ko'targanida u talaba yoki o'sha yetishayotgan kadr qanchalik darajada bilimli yetishyapti. Endi shuni hozir bizani o'sha farmatsevtika rivojlantirish agentligi bu narsani o'yladi. Bunga asos solindi. Taxminan o'sha Coviddan oldingi vaqtda solindi bu masalaga. Ular o'sha hukumat rahbariga shunaqa tashabbus bilan chiqishdiki, xuddi Toshmiga o'xshab farm ishlab chiqaruvchilarni bir joyga yig'ish bo'ldi-da, bevosita o'sha yerda kadrlarni joyida tanishtirgan holatda, praktikasini o'tkazgan holatda o'sha territoriyaning ichida yetuk kadrlarni tarbiyalash maqsadi qo'yildi-da. O'shaning uchun ham o'sha oliygoh ham, ishlab chiqaruvchini ham bir joyga jamlandi. Bular o'sha yerda bevosita ishlab chiqarish protsessida, jarayonida qatnashib turib, kuchliroq bilimga ega bo'lish uchun sharoit qilindi. Ana endi menimcha bu natijasini ozgina keyinroq beradi. Lekin baribir men xohlardimki, o'sha hozirgi bizani shu sohani bitiruvchilari aynan farmatsevtikada, endi bu odamning sog'lig'i bilan bevosita bog'liq bo'lgani uchun kuchli bilimga ega bo'lish kerak deb o'ylayman.
Hop, tushunarli. Lekin частный sektor bu narsaga hozir hech qanaqa ish olib bormayapti. Частный sektorda to'g'ri, endi deyarli ish balkim olib borayotgandir. Lekin men hali ko'rmadim bironta bir oliygohga borib turib, ular kadrlar bo'yicha o'zini anaqalarini, fikrlarini yetishganligini ko'rmadim. Balkim bo'lgandir bu narsa. Chunki Turkiyada ko'p ishlab chiqaruvchilarda ko'rdim. Ular juda ham davlat universitetlari bo'lsin, частный bo'lsin, xususiy bo'lsa ham hammasi bilan yaxshi hamkorlik qilishadi. O'sha praktikaga taklif qilishadi o'zini ishlab chiqarishiga, juda ham ko'p materiallar, prezentatsiyalar tayyorlashadi, yilda bir, kvartalda va hokazo. Muntazam yangi o'sha deylik 5-kurs, 4-kurs talabalari bilan yaxshi aloqalar tiklashib olib borishadi. Shu tajriba menga rosa yoqqan edi. Haqiqatan chunki o'sha paytdan shakllanadi ularda ham bu narsalar. Shunga o'xshash demoqchimanki, format bizda ham bormi, ishlab chiqaruvchilarda yo'qmi degan ma'noda. O'zbekistonda yirik farm ishlab chiqaruvchilar bor. Bularni bir o'sha tashabbuslari bilan bu ishlar qilinayotgandir. Lekin aynan bizda to'g'ri, biz praktikantlar bilan ishlaganmiz, ularga ko'rsatganmiz, ularni jarayon bilan bevosita tanishtirganmiz. O'zimizda shaxsan bo'lmagan. Bozor mahalliy dori vositalar bilan qanchalik to'yingan? Ya'ni ishlab chiqarish uchun milliy ishlab chiqaruvchilar uchun qanchalik endi potensial bor deb o'ylaysiz O'zbekistonda? O'zbekistonda farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish potensiali juda ham hali 10dan 1 ochilganda. Hali keng, ya'ni bozor to'yinmagan. Misol uchun agar shu oldingi yilgi hisobotlarni ko'rsak, taxminan 2 milliard atrofida dori iste'mol bo'lgan. Agar uni foiz hisobida oladigan bo'lsak, o'sha 100% dan 20%ni mahalliy ishlab chiqaruvchilar to'ldirgan. Shuni o'zidan ko'rinib turibdiki, hali bozorda katta potensial bor. Ya'ni buni bemalol keyingi yillarda, endi keyingi misol uchun 5 yilda 50% gacha ko'tarish imkoniyati bor. Buning uchun davlat ham juda ham katta qo'llab-quvvatlayapti shu ishni bajarish uchun. Tushunarli. Mana hozir bozorlar o'zgarib ketyapti. Offline, online degan narsalar, marketplace degan narsalar ko'p bozorlarni olib qo'yyapti. Mana ko'p o'tgan yil ham bozorlarda ko'pchiliklar shovqin qilishdi-ku, haligi odam kelmayapti bozorga. Chunki aniq o'zgaryapti, bozor talablari, потребительский kulturalar o'zgaryapti. Shundan kelib chiqqan holda mana sun'iy intellektlar, raqamli texnologiyalar, shu narsalar farmatsevtika sanoatiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Yoki hozirgi kundagidek o'zini ko'rsatishni boshladimi? Endi bilasiz, har bitta jarayon o'zi oson emas-da. Ayniqsa mana o'sha raqamli texnologiya bo'yicha bilasiz, o'sha doriga markirovka qabul qilindi. Mana bu ham ancha ishlab chiqaruvchilarni qiynadi. Uni ustiga faqat ishlab chiqaruvchilarni emas, o'sha distributorlarni ham qiynadi, dorixonalarni ham qiynadi, hammasini. Lekin buni asosida ancha qulaylik yotibdi. Baribir bugun bo'lmasa ertaga baribir o'tishimiz kerak edi bu texnologiyada. Buni juda ham ko'p imtiyozlari bor. Hozirgi kunda hali shu soliq inspeksiyasi ham buni demak tadbirkor bilan birgalikda qanaqadir anaqa topmadi, legalizirat qilmadi bu narsani. Qilolmayapti ham, uchun qiyin proses bo'lgani uchun. Biroq men o'ylayman, bu raqamlashtirish juda ham keyingi yillarda kuchli ketadi. Uning ustiga mana hozir o'zingiz aytib o'tgandek sun'iy intellekt keyingi asr fanimcha o'sha keyingi yilda bunga ham juda ham katta e'tibor bo'ladi. Har bitta yaqinda bitta bizning partnyor keldi, boshqa davlatdan. Butun ishimni deydi, sun'iy intellektga deydi, programmamni tiqib qo'ydim. Har bitta qadamimni, ishchilarimni ham har bitta qadamini aytyapti. Qanchalik samaradorli, ya'ni bizda o'sha KPI deymiz, o'shanga qarab turib to'laymiz deymiz. O'shalarning hammasini sun'iy intellekt qilyapti deydi. Men programmaga bog'ladim, to'g'ri ozgina u narsa deydi qimmatga tushdi menga deydi. Lekin deydi shunaqangi qulayliklardan hozir men u pulni 2-3 barobar qilib chiqarib olaman deydi. Sabab o'sha har bitta ishchimni qanaqa ishlayotganini, qanchalik samara berayotganini kompaniya uchun o'shalargacha aniqlab beryapti. Demak, shundan ko'rinib turibdiki,
keyingi yillarda sun'iy intellekt juda ham e'tiborli bo'ladi. Bunaqa holatlar bizani ishlab chiqaruvchilarda bormi bilganlaringiz? Masalan, bu shu sun'iy intellekt bilan ular shu narsalarga o'tish jarayonini boshlaganlar? Hali yo'q. Hali yo'q, ha? Endi qarangda, hozir boya savolingizda o'sha kadrlar muammosi dedingiz-ku. Bu meni taxminim, meni farazlarim. Sun'iy intellekt o'zi rivojlanib ketsa, demak, kuchli kadrga ham ehtiyoj qolmayotlik bir xavfi bor-da. Chunki hamma narsani sun'iy intellekt o'zi bajarishi mumkin-da, hattoki texnologiyani ham. Endi baribirga человеческий faktor degan narsa bor. Hozir masalan bizani korxonada ham o'sha ChatGPT dan foydalanish juda ham trend bo'lgan. Ko'p xodimlarimiz yaxshi foydalanadi, lekin uni ham foydalanish bor. Haligi unga kerakli ma'lumotlarni berishingiz kerak, haligi sodda qilib aytganda boqishingiz kerak-da, uni ham ma'lumotlar bilan. Qanchalik ko'p boqsangiz, shunchalik haligi sifatli sizga решениyalarni va hokazolarni beradi. Shuning uchun ham demoqchimanki, o'zi menimcha bora aytayotganingizdek bu ham bir yangi sohadek bo'lib qoladi eminda. Masalan, sun'iy intellekt bilan ishlaydigan bir должностьlar deymizmi, yangi anaqa vakansiyalar paydo bo'lib qolsa kerak. Shunaqa bo'lsa kerak, chunki men ham oldingi periodda haligi vakili sifatida bunaqangi rivojlanishni bir kuzatuvchisi bo'lganman-da. Qanaqa qaysi tomonga ketar ekan jarayon? Bu sun'iy intellekt rivojlanib ketsa, kadrlar bilan qanaqa muammolar kelib chiqar ekan? Xo'p, mana hozir farmatsevtika ishlab chiqarishda ishlashni xohlovchi yosh mutaxassislarga qanaqa tavsiyalar berasiz? Boya tavsiya berganimdek, men 100% ularni bilimli bo'lishini xohlayman. Chunki ularni boya aytib o'tganimdek, O'zbekistonda farmatsevtika sohasi kuchayyapti. Bu sohani tanlab to'g'ri qilishgan, bu sohada ularni juda ham katta kelajagi bor. Men buni aniq ayta olaman. Chunki xohlamayman ularni oddiy bir savdoda o'tirishligini. Men xohlayman ular yangiliklar bilan, innovatsiyalar bilan, umuman izlanishlar bilan ishlashini. Bu sohada aniq ular tanlaganiga afsuslanmaydi. Muzaffar aka, hozirgi kundagi tajribalaringiz bilan agar 10 yil ortga qaytib qolganingizda, o'zingizga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? 10 yil. Agar sal shuni ko'paytirsak, agar shu 10 yil emas, 20 yil. Chunki 10 yilda juda ham ko'p, men hozir o'zimda o'zgarish sezmayman. Agar shu 20 yil oldinlarga qaytib qolsam, men aytardim, shu tavakkal qilishdan qo'rqmagandim. O'zim. Haligi Jahongir Ortiqxo'jayevning gapi bor, duh kerak deydi-yu, uni ba'zi birlar har xil ma'noda gapiradi. O'sha duh bekor gap emas. Mana hozirgi paytimda men o'sha tavakkalchilikdan ozgina cho'chiyman. Tavakkal qilishdan qo'rqmagan dedim. Yana qo'shimchasiga o'sha afsuslanadigan ko'p joylarim bor. Masalan, men til o'rganmaganman. Birinchi navbatda o'sha til o'rganishga. Chunki mana boya sun'iy intellekt to'g'risida gapirdik. Agar men hozir keladigan menga partnyorlarga ingliz tilida ravon gapira olmayman, tarjima olaman, tarjima xizmatidan foydalanaman. U sizni sezib bera olmaydi bir-biriga. Misol uchun partnyorlar bilan gaplashganingizda siz uni aniq bilasiz, men 100% bilaman, chunki ko'p partnyorlar bilan siz gaplashasiz. Agar o'zingizni manyovrlaringiz orqali, haligi sun'iy intellekt orqali emas yoki ma'lum bir stabil ravishda tarjima orqali emas, o'sha qatidadir ozgina balkim hiyla qo'shilar, balkim hazili bor, hiylasi bor. Shu emotsiyani uni natijasida uni demak ko'ngliga yo'l topib hamkorlikni kuchaytirish bo'ladigan bo'lsa, til bilsangiz qila olasizda uni. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar yo'l qo'yadigan asosiy xatolar nimalar? Endi bu yerda yana o'sha regulyatorga taqalamizda, bizda ishlab chiqarishchi ishtirokchilari hozirgi kunda O'zbekistonda kam emas. Umuman agar o'sha badlar bilan ham hisoblasa 200 dan ko'p ishlab chiqaruvchi bor. Shundan bir 100 taga yaqini dori ishlab chiqaruvchilar bor. Ana o'shalarni e'tiborga oladigan bo'lsak, bularni regulyator qaysi biri nima dori ishlab chiqar, bir xil dorilarni ishlab chiqarmayaptimi ular? O'sha xavflidan bittasi, agar hammasi bir xil dorini ishlab chiqarib qo'ysa, ertaga uni qanchalik darajada bozorini topa oladi.
bular bilan bir-biriga bog'liqlik. Bularning hammasi o'sha regulyatorga bog'liq bo'ladi. Ishlab chiqarish uchun bu xavf bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarishdagi qaysi holatlar kelajakda katta xavfga olib kelishi mumkin? Birinchi navbatda sifatga e'tibor bermaslik. Sifatga chuqur e'tibor berishlik kerak, chunki agar sifatsiz dori ishlab chiqarilsa, mana hozir nega O'zbekistonni dorisiga hattoki o'zimiz mahalliy aholi ham yaxshi ishonmaydi. Nimaga dorixonaga borganda O'zbekistonnikini taklif qilsa, yo'q, menga Rossiyaniki yoki boshqa bir davlatniki deydi. Ana bular o'sha sifatiga bog'liq bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda birinchi o'ylayman sifatda, o'sha sifatni yuqori darajada ishlab chiqarish. Mana bu hozirgi xavfga agar to'g'ri bo'lsa shu javob. Sifatga e'tibor berish. Sifatga e'tibor berish. Tushunarli. Sizning eng qadrli hayotiy saboqlaringiz nimalar? Bu aynan bizning farmatsevtika yo'nalishidami yoki bo'lmasa odamiy umuman общий. Общий. Hayotiy saboqlaringiz. Endi hayotiy saboq deganda men bitta narsani aytishim mumkin. Hamma narsani borida qadriga yetish kerak ekanda. Men shuni hozir shu yoshga yetganimda shu narsaga ko'proq. Hamma narsani borida qadriga yetish, ya'ni u inson birinchi jihatdan insonni borida qadriga yetish, ne'matni borida qadriga yetish yo boshqa. O'shaning uchun meni asosiy hayotiy sabog'im sizga agar o'sha blitzga to'g'ri kelsak, qisqaroq qilganimda aytishim mumkin, shu hamma narsani borida qadriga yetgan. Tushunarli. Yosh avlodga qanaqa maslahat berasiz? Yosh avlodga mana hozir yuqorida ham juda ko'p takliflar etdik. Men juda ham xohlardim hozirgi yosh avlod bizadan umuman boshqa avlodda. O'zi biza ham yosh bo'lganimizda kattalar aytishardi-da bizaga. Ya men sanday paytimda bundoq qilganman, men sanday paytimda undoq qo'rardim deysa, menga g'alati tuyulardi. O'zimizda bitta domlamiz bor edi, men sizlar paytida men bundoq qilardim desa. Vaholanki hozir analiz qilsam, o'shani tahlil qilsam, o'zimiz ham hozir shunaqa yosh avlodga bundoq qaraymiz, ko'proq o'sha telefon bilan band yo boshqa. Men sanday paytimda bundoq qo'rardim, undoq qilardim deyman-da endi. O'shaning uchun shu ma'nodan kelib chiqib, men xohlardimki, o'sha yosh avlod faqat telefon bilan yoki bir maqsadi yo'q ishlar bilan emas. Foydasiz. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Zamonga ham nafas ketmasa, agar baravar ketmasa, yutqizadi yosh avlod. Muzaffar aka, juda ham qiziq suhbat bo'ldi. Sizga vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Xudo xolasa keyingi uchrashuvlarimizda yana ko'rishishni nima deydi, umid qilib qolamiz. Va shu orada bir qisqacha Farm klub haqida o'z fikringizni bildirib o'tsangiz. Mana e'tibor bersangiz, 2-3 kun oldin bir bat ishlab chiqaruvchilar, endi kosmetika bo'ladi yoki gigiyenik vositalar ishlab chiqaruvchilar shunaqa xabar tarqaldiki, biz ham o'sha yangi standart, GMP standartiga o'tishimiz kerak ekan. Men buni aytayotganim sababi bor-da. Mana shunaqa o'rinda uyushmani, u nomi mayli Farm klub bo'ladimi, boshqa uyushmani, u o'sha Adliya vaziridan tasdiqlangan uyushmani roli katta-da. Agar har bittasi o'zicha harakat qiladigan bo'lsa, u bilan hech qanaqa gap borku, bitta otda changi chiqmaydi, changi chiqsa ham dog'i chiqmaydi degan. Ya'ni o'zini aravasini o'zi tomonga tortishi mumkin. Lekin bu uyushma nomidan bo'ladigan bo'lsa bu narsalar, buni o'sha kelajagi bo'ladi, nimalargadir aniq erishishi mumkin. Ya'ni aniq effektga erishishi mumkin. Nima xohlayotganini, ya'ni uyushma orqali. O'shaning uchun men uyushmaning roli juda ham katta deb bilaman. Buni demak, yana bitta odam yoki bir kompaniya uni boshqarishi, ya'ni uni yetarli bir xo'jalik subyekti sifatida qarasak, unga moliyaviy tomonidan bitta odamga tushishligi noto'g'ri deb bilaman. Bu uyushmani o'sha qanaqadir a'zolari qo'llab-quvvatlashi kerak. Bu o'sha hamjihat uyushma bo'lishi kerak.
fikri birga yig'ilish kerak, bu uyushmani atrofida jamlanish kerak. Davlat bilan bu uyushma tadbirkorlarning orasida ko'prik bo'lishi kerak. Va endi bu balkim umumiy gaplardir. Lekin negizida uyushma, men aytaman, aniq kerak tadbirkorlar uchun. Rahmat.